Misollarda namuna ko'ramiz endi bu yog'iga. 4881 dan ko'radigan bo'lsak, tangens pi taqsim 12. Tangens pi taqsim 12 deyapti. Bu pi taqsim 6 ni yarmi degani. Ya'ni pi taqsim 12 bu 15 gradus. Pi taqsim 6 ni yarmi bo'lib qoladi. Tangensda qaraqayda birinchi ora ekan, demak plus bo'laveradi. 1 minus kosinus pi taqsim 6 1 plus kosinus pi taqsim 6 ko'rinishda. Yo'q, 2 baravar bo'lib kiradi. Mana pi taqsim 2 ni 2 baravar bo'lib kiradi xolos, kvadrat emas. 2 ga ko'paytirish kerak deganda 2 baravar degani. Pi taqsim 12 2 ga ko'paytirsangiz pi taqsim 6 chiqadi. Hop, shu ko'rinishda bo'ladi. Barobar. Endi buni hisoblaydigan bo'lsam, ildiz ostida 1 minus kosinus 30 gradusda ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng, 1 plus ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Ildiz ostida mana unga umumiy mahraj 2 beraman, bunga ham 2 bersam, 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2, 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 2. Mana 2 bilan 2 qisqarib ketadi, barobar ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 plus ildiz ostida 3 bo'lib qoladi. Endi irratsionaldan qutqarib qo'yibdi buni. Qanday qilib siz mana shu yerda o'zi ildiz ostida irratsionaldan qutqarsam, suratga xuddi mana mahrajni minusligini ko'paytiraman. Ya'ni 2 minus ildiz ostida 3 ning kvadrati bo'lib qoladi, taqsim. Mana bu a plus b minus b bo'lsa a kvadrat, ya'ni 4 minus 3 bo'lib qoladi. Mahraj 1 bo'lib qoladi. Mana u bilan mana qisqarib ketadigan bo'lsa, javob 2 minus ildiz ostida 3 o'zi qoladi. Hop. 4886. Sinus 195. Hop, sinus 195 gradus bu degani 3-choraga o'tib ketyapti. 180 dan oshib ketyapti. Bu minusga o'tib qoladi. Ya'ni sinus pi plus 15 bo'lib qoladi. To'g'rimi? 180 ga 15 qo'shishim kerak. 3-choraga o'tyapti. Demak, sinus manfiy 3-chorada. Shuning uchun minus sinus 15 deyman. Endi sinus 15 degani bu 30 taqsim 2 degani. Mana bu o'zi oldidagi minus yetadi menga. Sinus 15 o'zi birinchi chora, mana bu minusni yo'q deb tasavvur qilsangiz, musbat. Shuning uchun ildizni oldiga anaqa minus qo'yish shart emas, bu oldidagi minus yetadi. Ildiz ostida sinus 15 degani 1 minus kosinus 30 taqsim 2 degani. Biz mana buni hisobladik. Yo'q, mana o'zi buni yo'q deb tasavvur qilsa, sinus 15 o'zi birinchi chorada musbat. O'zi mana uni o'zi yetadi-da bizga boshdagi plus minusligini aniqlash uchun. Sinus 195 minusmi? Bo'ldi. Mana uni yana oldiga minus qo'yish shart emas. Bo'ldi. Buni javobi o'zi minusda chiqadi. Bitta minus qo'ysangiz yetadi o'zi. Hop, mana uni boya hisobladik. Minus ildiz ostida 1 minus kosinus 30 degani ildiz ostida 3 taqsim 2 taqsim 2. Umumiy mahraj 2 bersangiz, minus ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 4 degan javob chiqadi. Boya ishlab qo'ydik buni. Endi ana 4 dan shu ildiz chiqarib qo'yibdi. Qanday bo'ladi desiz? Minus ildiz ostida 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 ko'rinishda yozib qo'yibdi. Ya'ni bu 4 o'zidan ildiz chiqarib yozib qo'yibdi xolos. Boshqa anaqasi yo'q. 4887. Tangens 555 gradus deyapti. Bir qarashdan bu yechib bo'lmaydigan misolga o'xshaydi. Tangens 555 degani. Yo'q, unaqa emas. 555 degani bitta aylanani to'liq aylandi degani, 2 pi aylanib bo'ldi va qanchadir qoldi degani. O'sha qoldig'ini topish kerak. Ya'ni 555 dan ayirma 360 di. Hop 5, hop 9, 1, 195. Demak, bunday bo'lyapti. Tushunishingiz uchun yozaman. Mana yerdan boshlangan bir marta to'liq aylanganda 360 gradus aylangan 2 pi ga va 555 bo'lish uchun yana 195 aylanib meka kelib qolgan. Tushundingizmi? Demak, mana buni o'zini tangens 195 olsam bo'ladi. Ya'ni 2 pi bir marta aylanib bo'lgan, bo'ldi, uni tashlab yuborsangiz bo'laveradi. Endi bu degani tangens nima degani yana? Pi plus 15 degani bu 3-chora tangens o'zi musbat. Tangens 15 bo'ladi. Tangens 15 ta o'zini hisoblaydigan bo'lsak, uzr kechirasiz. Tangens 15 degani bo'ladi. Tangens 15 ni menimcha boya hisobladi shekilli. Yo'q, hisoblamadim. Hisoblamabmiz. Hech narsa qilmaydi. Bu ildiz ostida 1 minus kosinus 30 taqsim 1 plus kosinus 30 deb beradi. Menimcha buni narigi doskada ishlar. Mana bu yerda ishlabmiz-ku. Pi taqsim nima degani? 15 degani. Mana ishlaganimizda oxirgi javob baribir 2 minus ildiz ostida 3 o'zi chiqdi.
Bu 15 gradus bu pi taqsim 12 radian bu. Ikkalasi bir xil narsa. Pi taqsim 12 degani 15 gradus degani, radiandan gradusga o'tsa o 15 gradus ham shunga teng degani. Ikkalasi bir xil. Pini o'rniga 1 yasam qo'ying, 15 ga bo'ling bo'ldi. 12 ga bo'ling 15 gradus chiqadi. Hop. Boyagi misol endi 4890. 8 kosinus 30 plus tangens kvadrat 15. Boyagi kvadratli holatda yozib berganim. Kosinus 30 ning qiymati bor. 8 ko'paytirib ildiz ostida 3 taqsim 2 plus tangens kvadrat 15 degani bu boyagindek ildiz yo'qolib ketadi-da. 1 minus sinus 30 1 plus sinus, endi men sinus yozib kosinus bo'ladi. Kosinus 30 1 plus kosinus 30 bo'ladi tangens kvadrat 15. Bu bilan bu qisqarsa 4 ildiz ostida 3 plus 1 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 taqsim 1 plus ildiz ostida 3 taqsim 2. 4 ildiz ostida 3, umumiy mahraj beraman bunga 2, mana bunga ham 2 bersam plus 2 minus ildiz ostida 3 taqsim 2 2 plus ildiz ostida 3 taqsim 2 bo'ladi. Mahrajda 2 lar qisqarib ketadi. Shunda 4 ildiz ostida 3 plus 2 minus ildiz ostida 3 tepada, 2 plus ildiz ostida 3 pastda qoladi. Irratsionaldan qutqarsam 4 ildiz ostida 3 plus, mana buni irratsionaldan qutqarsam 2 minus ildiz ostida 3 ning kvadrati taqsim mahrajda 1 bo'lib qoladi. 4 ildiz ostida 3 plus, mana buni qisqa ko'paytirish bo'yicha yoysam 4 minus 4 ildiz ostida 3 plus 3 bo'ladi. Bu bilan bu qisqarib ketsa javob 7 chiqadi. Ko'rdingizmi, qisqa ko'paytirish formulasi 7 ham bor hammasida. 4892. Mana shunga diqqat bilan qarab turasiz. Qolganlari xuddi shunga o'xshab ketadi. Kosinus alfa minus 1 taqsim 2 ekan. Va alfa pi alfa 3 pi taqsim 2. Ya'ni alfa pi bilan 3 pi taqsim 2 orasida ekan. Bu degani 3-chorakda yotibdi degani alfa. 3-chorakda bilamiz kosinus manfiy, shuning uchun minus 1 taqsim 2 ni olib kelib qo'ygan. Va mendan so'rayapti sinus pi taqsim 2 plus alfa taqsim 2 ni so'rayapti. Barobar bu sinus yarim pi bo'lgani uchun bu yoqqa nimaga o'tyapti? Yarim pi bo'lgani uchun kosinusga o'tib qoladi. Kosinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Endi yaxshilab e'tibor bering. Alfani o'zi pi bilan 3 pi taqsim 2 orasida bo'lsa, alfa taqsim 2 qaysi oralida bo'ladi? Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu ikkalasini 2 ga bo'lib olish kerak. Uchala tarafni. Ya'ni pi taqsim 2, alfa taqsim 2 va 3 pi taqsim 4 bo'lib qoladi. Bu ikkinchi chorakka o'tib qoladi alfa taqsim 2. Tushunarli bo'ldimi? Alfa taqsim 2 ikkinchi chorakka o'tib qoladi. Mana uni o'zini nimasini bilish kerak-da. Gradus qiymatini necha bo'lishini, o'shanga qarab keyin ishora qo'yiladi. Kosinus alfa taqsim 2 pi taqsim 2 90 dan katta. Mana ikkala tarafini 2 ga bo'lib olsam, bu alfa taqsim 2 hosil bo'ladi. Pi taqsim 2 90 dan katta, 3 pi taqsim 4 degani bu 135 degani. Pi ni 4 ga bo'lsangiz 184 ga bo'lsa 45, uni ko'paytsa 135. 90 dan katta, 135 dan kichkina. Ikkinchi chorakka o'tyapti. Ikkinchi chorakda mana bu kosinus alfa taqsim 2 nima? Ishorasi ikkinchi chorakda manfiy. Shuning uchun oldiga minus qo'yaman. Mana uni barobar ildiz ostida 1. Kosinus o'zi plus bo'lishi kerak. Kosinus alfani o'zi minus 1 taqsim 2 ga teng. Shuning uchun minus bo'lib qolaveradi. Minus 1 taqsim 2 taqsim 2. Umumiy mahraj 2 bersam minus 1 kere 2 2, undan 1 ayrsam ildiz ostida 1 taqsim 2 taqsim 2 bo'lib qolyapti. Bu degani minus ildiz ostida 1 taqsim 4. Undan minusdan 1 taqsim 2 chiqadi. Javob B bo'ladi. Tushundingizmi? Hop.